Bugün keyfiyatim intayin nachar. Nimish nachar bo'ldi. Yadotga 6 xotin meni g'aybitimni qildi. Ala. Nim deydi demaysan? Voy, bu to'lsin qiz, to'l xotinmidi, aytayman, qiyri qizmidi deb. Voy, mush xotin kishi olmoq nimda tasdayman. Mana hozir xotin qizlarning keyindan har qizga o'xshash, voy karxanachi, andaqchi, mandaqchi, tahirli qizi deb maqtashlar bo'lsa, mening keynimdan to'l xotin, aytigan qiz degan pishni pasatda yiqib pishiradi. Sizga deyman bu yatmashlar degani. Qarang. Bu xotin kishilar men bo'libmi, ha? Nima degan betalay? Bu xotin kishilarning keyindan nimda ajiq deyman. Boytaq erlar xotin olmay 40-50 yoshgacha o'ttasimi, palonchi boytaq, to'kinchi boytaq demaydi ekan. Mushu xotin qizlar to'y qilmay o'ttasa, yoki ajrashib ketib, yoki er o'lib ketib tul qolib qolsa, nima deydi ekan demaysa, mushu odatki turmushlardimi haqoratdan beri kelmaydi ekanmiz. Voy birasining ko'yniga, xotinning ko'yniga qisqaroq bo'lib qolsa, er, "Ey xotin, bir ering bordek uzunroq kiysan, umanda to'l xotinda qisqa ko'ylak kiychi" deydi ekan. Voy, bir chayni bir susroq, jilmanroq damlab qog'ichi, bir qiynaqroq qiziq chay damlasang bo'lmamdi, to'l xotinning chidek jilman damlichi deydi. Voy, bir parz qisqaroq ulab qolsa, yo satrak ulab qolsa, to'l xotinning uyidek nimdaq namrachiray parz taqib oldim, isliroq parz taqsam bo'lmamdi deydi ekan. Voy, bir kichikroq piyolda choy qo'yib qolsimda, to'l xotinning chidek choy, kichik chinda choy qo'ydim, jiqroq to'ldirib qo'ysam bo'lmamdi deydi ekan. Voy, bir ozroq oshsab qolsa, to'l xotinning lag'mindek ozroq saldim, jiqroq salsam bo'lmamdi deydi ekan. Voy, bu to'l xotinningki hikoyasi bek chiqgan. Uf! Ana deyken, mushu. Yigitlar xotin olmay 30-40 yoshgacha o'ttasim hech kimga qilmaydi ekan. Xotin olmaydi demaydi ekan. Buni menda qizlar aytmay o'tirib qolsak, voy, er olmadi. Hech kim olmabdi, yaratmabdi, agi teganmabdi. Voy, ap tashlab etibdi, yurib tashlab etibdi, olmoqchi ekanti, olmabdi, yenib ketibdi. Voy, bek chiqishni pasatlarki. Mana aqizalning bayatim bir muncha aytdim qildingiz a? Voy, qanday qilay? Hammalarning bir tala erva, xuddi 3 tet erbadek bek yo'g'onchilik qilib ketdilar. Gehar xonim. Menmi tegib qolaman shu aga. Gap qilmasam bayatin eringiz bilan qo'tib, shundoq yuragimni zidi qildingiz. Voy, eringiz olsin bo'pti. Bo'pti. Bizning bo'p qoldi. Menmichu ne kelishgan yigitlarni keynimdan qo'qlab qizman men. Kiyimlarning esilni kiyib, shunday qiz vaqtimda-chi. Yigitlarning notisini, erlarning potisini keynimdan qo'qlab qizganman, bildingizmi? Noni deb ketibsiz. Nonilarni ichib, men o'riqlab, chiroyli zilva bo'lib, sizning eringizdami katta erlarni keltirib olayman. Qanday? Voy, mana begin. Lekin unimi dedik, bunimi dedik. Yigitlarning o'zimning yigitlarni qo'g'lashga vaqtim bor. Uni tenib olmayman. Mana bir yigitga kuyib qopdi men. Uy, o'g'illar ko'ysi bo'ldi-ku, qizlar ko'ysi bo'lmanda? Bo'ldiganda. Hozir men zamonga moslashdim. Garchi yeshim 41 yosh bo'lsa-mu, mushu hozirgi 20 yoshli qizlarga o'xshash o'g'illarni qo'g'lashni o'rgandim. Qo'g'lashdim. Qo'shdi yana qo'g'lashdim. Mana qo'g'lashib bir yetga kuyib qoldim. Shundoq kuyib qoldimkin. Hey, mushu odamlar tug'ilishida shoir, naqshchi, qo'shiqchi bo'lib ketmaydi ekan. Mushu ishqiy piroqda naqshchi, qo'shiqchi, she'rchi bo'lib ketar ekan. Mana men shu yigitning ishqiy piroqida naqshchi bo'lib ketdim. Hey, o'zi yetib dedim. Voy, bugun seni mehmon qilsammi qilay? Nima yeysan? Lag'ma yemsa polomi? Gesh kirdimi, mantimi? Nima yeysan shuningda mehmon qilay? Go'harning oldida menga faoliyatga berishib, yenimda munda qo'ltiqlashib o'tirib dedim. O'zida past kammidi. Voy, kammisan. Erlar degan ozmidi? Mana bu yigitmi bo'ytaqkan bu? Gap qilamagan bilan ko'ngli yaxshi yigit bu. Erlar degan ot so'zlasa, mundaq esil zodi ko'rindi. Bu yigitga ko'zim tushdi. Cho'qim chiqishib qolamiz. Voy, o'zida past kammisan. Voy, kammisan.
Lekin o zidipasga ko'nglim tushib qopti ekan. Azroq bir shu zidipasni kuylab naqsha etib qo'ydim. Anglab baqamsizlar dadimni. Voy. Gehar qiz, sizmi bek po'chilik qilib ketding. Voy bir dadimni anglab baqay desam, nimanda qildi bu? Meni bugun dattat tekkizmamdi qandaq. Bu yigitni achib ketmoqchimiz. Voy bu yerda ayollarga erlarjiqroq bo'lsin. Men shu ayollarni ko'rsam beshim og'riydi, erlarni ko'rsam ichim og'riydi qaranglar. Amsi shu mening g'azallarimni qo'yib bersanglar, hey. Bir dadimni tekib olsam. Shoq bir usul o'ynab turinglar, to'l xotinlar. Bu mening emas. Hey!
Әмсе, дәдімні аңлыдыңла. Әмешәді отаған бәз жігітләгім ярап қаған болшы мүмкін. Сараң, қилін қарап атқынды. Өзің әскі, хош!